ahvolini qarang. Qanaqa kasallik bu? To'xtab tur, hozir bitta gaplashib ko'ring. Kop katta bola, yaqinda uylanasan, nima qilsa? Men o'zim xolamayapman. Miyamga o'rnashib qolgan qanaqadir ibratli video yoki aqlli gap eshitsam, o'ynaveryapman. Menga qara, erkak kishi erkak bo'lish kerak. G'ulom aka, meni yaqinda yerga berib yuborishadi. Tezroq harakatingizni qiling. Hozir bu gaplarni gapirmay tur. Nima deganingiz bu? Hozir gapirmasam qachon gapiraman? Sevgimiz uchun kurashing. Niyatingiz jiddiy ekan. Ko'rinishingizdan esli hushli bolaga o'xshaysiz. Mana bitta qizim bor. Uni xafa qilish kerak emas. Baxtli qiling. Mana ham ayolimni xafa qilmaganman. Oila muqaddas. Yetkichilikmi? Voy, men bor uzr. Men sana aqlli etsam, g'irt bachkan ekansan-ku. Senga qizim bermayman, yo'qol. Yo'qol. Ulan nimalar qilib qo'yding? O'chirib tashlayman shu Instagramni. Gözlerim neydi uzunca gözlerim.